Umutmedia.net. Eng so'nggi premyeralar faqat bizda. U qanday qilib bu darajada tartibsiz ishlashi mumkin? Salom, bu men 4-guruh rahbari. Mart oyidagi sinov imtihonining hisobot qog'ozini topa olmayapman. Nima, rostdanmi? Men birinchi marotaba tekshirgan edim. Bir daqiqa tekshirib olay-chi, go'shakni qo'ymang. Hop, faqat tezroq iltimos. Nima? 충전인가? Chiroq o'chdimi? Nimalar bo'lyapti? Voy, oyna ochiq qolibdi-ku. Chiroq o'chishi va yomg'ir xuddi qo'rqinchli filmga o'xshaydi. Bu nima edi? 지금 Shu yerdamisan? 여기에 계시나요? Agar shunday bo'lsa, iltimos javob ber. Bu nimasi? Bolalar! Hammasi bunday yakun topmasligi kerak edi. Nima bu? Sirli sinf. Birinchi qism. Hammaga salom. Bu Sojung Fan Super King TV. Men Beso'g o'g'il bolalarning oliy o'quv yurti 12-sinf 4-guruhda vlog olyapman. Qani ketdik. Bu sinfimizning eng yaxshi o'quvchisi Yu Je Hyuk.
Qani salom dechi? Yo'qol. Keyingisi bizning ikkita eng zamonaviy o'quvchilarimiz Haruto va Kim Junkyu. Salom. Keyingisi esa oy, kelishgan Jin. Hey, bu YouTube uchunmi? Undan keyingisi esa 4-guruhning Michael Jordan Park Jun-woo. Bizga tortilish uslubingni ko'rsat. Ajoyib. Keyin bizni 4-guruhning eng ko'rkam o'quvchilari Yoshinori, uning orqasida esa Asahi. Asahi, salom deb qo'ychi. Yaxshi. Qani qaranglarchi, hozirgina kim kirib keldi? Hyunsuk, men vlog olyapman. Salom vlog. Salom. Bular ham 4-guruhning ikkita bolakaylar Hyunsuk va Mashiba bolakay. Va kelajakdagi yulduzimiz Bangedam. Tanishganimizdan xursandmiz. Bu 4-guruhdagi hamma bolalar edi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Bu Super King TV uchun maxsus vlog edi. Like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Xabarlarni yopib qo'yishni ham unutmang. Xayr. Hey, o'qituvchimizning ahvoli yaxshi ekanmi? Nima sodir bo'lganiga qiziqyapman. 거긴 넘어질 O'sha joyda odam toyib yiqilishi mumkin emasdi. 그거 밀었겠지. Balki uni kimdir itarib yuborgandir. Bo'lishi mumkin emas. Muammo chiqarmanglar. Odamlar mening yo'qligimni ayblashlarini istamayman. 네, 알겠습니다. Xo'p, janob. Juda yaxshi, rahmat. 덩그러니 나 혼자 여기 남겨져 있어 남겨져 있어 Kim yangi qo'shig'imga tegdi? 나와라. Qaysi biring? 데모? Qo'shiq sen taqdim etayotgan oylik baholashmi? 이상한 노이즈가 Ha shu, lekin hozir unda tushunib bo'lmaydigan so'zlar bor. Bu sizning ishingiz, shunday emasmi? Biz hatto sening qo'shig'ing nimaligidan xabarimiz yo'q. Nima haqida gapiryapsan? Nega u chuvalashib yotibdi? Kechagina hammasi joyida edi. Bunday hazilni faqat sizlar qilasiz. Oy, sen shunchaki stajyor bo'lganing uchun bunday muomala qilishing mumkin deb o'ylaysanmi? Sen adashyapsan, bu bizning ishimiz emas. Nega janjal chiqaryapmiz? Eshitib ko'raylikchi. Diqqat qiling bolalar. Hozirgina o'qituvchimiz bilan gaplashdim. U kasalxonada 15 kun qolishi kerak ekan. Voy, unday bo'lsa bizga boshqa o'rinbosar o'qituvchi beriladimi? Yo'q, o'rinbosar o'qituvchi tayinlash uchun 15 kun kamlik qiladi. Shuning uchun mas'uliyatni o'z zimmamga oldim. Shunday ekan 15 kun o'qituvchimiz yo'qmi? 근데 Nima bo'lgan taqdirda ham bu qanday yuz berishi mumkin? 기억 안 나시? Bilmayman. Aytishicha u hech narsani eslay olmasmish. 설명 끝났어. Gapingni tugatgan bo'lsang ketsam bo'ladimi? Albatta. Boshqa xonaga o'tish shunaqangi yoqmayapti. Ketdik bolalar. Xona muzlab ketibdimi? Xuddi muzlatkichda yurganga o'xshaymiz. Hoy, 언제라? bu Jin. 김나지. Nafasimni ko'rding, to'g'rimi? Og'zingni yop, og'zing sasyapti. Sizning sinf rahbaringizga shikast yetibdi, shundaymi? Shunday ekan, o'zimiz darslarimizni qilsak bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Qoyil. Qaysi guruh? 4-chi? 4-guruh? Ha, yaxshi. 스톱. To'xta. Nega? 너였구나. Har safar bitta ko'p olib ketayotgan sen ekansan-da. Nega sen? 아, 저 Bu men emasman. 3학년 4반 4-guruh 12-sinf 20 o'quvchi. 지금 20 Sen 21 ta olib ketyapsan. Hali ham bu sen emasmisan? 20명 Ammo bizning sinfda 21 o'quvchi bor-ku. Joyiga qo'y. Boshla, faqat 20 ta ol. 네. Xo'p, janob. Bizning sinfda 20 ta o'quvchi bormi? Nega ichkari kirmayapsan? Ko'tarishib yuborishimni xohlaysanmi? Yo'q, men yaxshiman. 야야. Beya, kutib tur degandim-ku.
Oho, bugun tushlikni qaranglar. Bu bilan ajdodlar udumlarga xizmat qilgan bo'lasan. Arvohlar aynan shuni eshitishmoqchi va birdan tashlanadilar. 여기가 제 Mashhur ajdodlar restorani shumi? 야, 뭐라고? Kelishlariga qo'yib ber. Men ularni yenga olaman. 자, 이번에는 이 Bu safar men go'shtli o'ramalarni tatib ko'raman. Let's Qani ketdik. U ko'proq tomoshabin yig'a olyaptimi? Unchalik emas. Men hali uni videolari 10 tadan oshiq tomosha qilinganini ko'rmadim. 우리 자기네? Agar u hamma harakatlarini o'qishga sarflaganida, Jehyukdan ham baland baho olishi mumkin edi. 아까부터 뭐해? 노이즈가 어디 Men haligi tovushni aniqlashim uchun 들어봐야 될 것 같아. hamma qismlarini 그래야 birma-bir eshitib chiqishim kerak. 근데 에이씨, 그래서 Ammo bu tovush hali ham davom etyapti. Ha, bu yomon. Bolalar, ovqatingizni yeb oldingizmi? Ha, sizga katta rahmat. Albatta, xayr. Yana bir o'quvchi ovqatini tatib ham ko'rmabdi. Isrof bo'ladi-da. 야, 공좀. Koptokni ol. 야, Hey, men endi yomon tush ko'rdim. Har doim sizning sinfingizda o'qiganimda yomon tush ko'raman. Yanami? 야, 가요. Senga qanday qilib yomon tush ko'rmaslikni yo'lini aytaman. 설마 Sen yomon tushni gapirmoqchi emassan. 이니까 Shu bois ikkita qo'ling bilan toshqaycha o'yna. 아니지? 어떻게 알았지? Qanday bilding? Bu aynan shu. Hoy Jungwu, Amerika futbolini o'ynashni xohlaysanmi? 한지 오래됐는데. Ko'pdan beri o'ynamagan edim. Bolalar, sizlar ham o'ynaysizlarmi? Futbol o'ynash qona aylanishini yaxshi ta'minlab beradi. 야, 윤재야. Hoy, Jehyuk, 어디가? qayerga ketyapsan? Sizlarga zarur emasman, allaqachon bitta odam bor. 진짜네. Biz 11 tamiz. 언제 샀대? U qachon sanab ulgurdi? Shuning uchun ham u eng a'lochi o'quvchi. 저기 얘들아? To'xtang, bolalar. 정말 미안하지만 Sizlar ketolmaysiz. 우리 숫자 Bizga 11 ta odam kerak. 11. 11 ta. 하면 좋다니까? Bu sizlar uchun ham yaxshi. Bo'la qolinglar. Ketdik. Ketishimiz kerak. Ketdik. Bu senga. Rahmat. Biz bilan bahsga chiqishdan oldin keyingi safar yaxshilab tayinlandinglar. Hozirdan boshlab qiladigan ishim yeyish va futbolni mashq qilish bo'ladi. Bu haqoratli bo'ldi. O'ylagandimki, biz g'alaba qozonamiz deb, chunki bizda ko'proq o'yinchi bor edi. Nima? Sizlarda bitta ortiqcha o'yinchi bormidi? Sizlar 12 o'yinchimidingiz? 사기네 이거. Bu g'afomku. 뭔 소리야? Nimalar deyapsan? Biz 11 ta edik. Sizlar 10 ta edingiz. 야, 아닌데? Yo'q, adashyapsan. Biz 11 ta o'yinchini sanagan edik. 야, Ular faqat 10 ta edi, to'g'rimi? 조용히 좀. O'zingni bos. Bu sharmandalik edi. 우리가 한 명이 Biz bir ko'p o'yinchi bilan o'ynadik. 팔린 건 아니야. Sen hatto uyalmayapsan ham. Ouch, nariroq tur. 야, 소정. Hey, Junghwan, futbolni yarmida bizdan kimdir o'yinni tark etdimi? Nimalar deyapsan? Hatto futbolni yoqtirmaydigan Asahi ham biz bilan bir o'yinda birga o'ynadi-ku. 근데 Nega unda ular bizda 10 ta odam edi deyishdi? Biz 11 ta edik. Men bunga aminman. Nima bo'lyapti? 아니, Nargi jamoa aytdiki, bizdan faqat 10 ta o'yinchi qatnashibdi. 뭐래? Nima? Ular xato sanashgan. Nega? 뭐야? Nima? 내 우유. Mening sutim yo'qolibdi.
Sut? Hammada bittadan bor, faqat mendan tashqari. Hey, sut ichmasak ham hech narsa o'zgarmaydi. Yo'q, mening o'sish jarayonim hali ham davom etmoqda. Har kun sut ichishim kerak. 김준규 내 Chunki nega menga olib kelmading? 나 스무 Nima? Men aniq 20 to'qta olib kelgan edim. 뭔 소리야? Nima deyapsan? Biz sinfda 21 tamiz. 그치. To'g'ri. Biz 21 tamiz. 근데 아까 쌤이 Lekin o'qituvchi aytdiki, bizning sinfda 20 ta o'quvchi bor ekan. To'xtanglarchi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21. 뭐지? Bu yerda 21 tamiz. 야 출석부에 Agar ro'yxat 21 ekanimizni aytayotgan ekan, demak bu shunday. Boshqalari adashgan bo'lishlari mumkin. 근데 Lekin agar biz rostdan ham 20 ta bo'lsak-chi? 소리 하는 거야. Nimalar deyapsan ey? Bu nimasi? 이게 벌써 Bu nima? 내려봐도 왜 이렇게 춥냐? Biz xuddi muzlagan yerda yurganga o'xshaymiz. Yana bir o'quvchi ovqatini yeb ham ko'rmabdi. Yo'g'imda muammo chiqarmanglar. Rasman sinfimizda 20 ta bo'lishimiz kerak. 그게 무슨 말이야? Bu nimani anglatadi? 그럼 왜? Unda 21명 nega biz bu yerda 21 tamiz? Negaligini bilmayman. Biz bilmaydigan kimdir hozir oramizda. 그리고 Biz va faqat sinf rahbarimiz ko'ra oladigan kimdir. 그럼 Sen arvohni nazarda tutyapsanmi? Hey, unaqa gaplarni gapirma. 귀신사바 때문에 Bu dori sabab bo'lsa kerak. 귀신이 여기 있다. Men aytdim sizlarga sinfimizda arvoh bor deb. 여기 있는 사람 Ayni damda biz bu yerda 21 tamiz. 근데 아까 축구할 때 한 명이 Lekin narigi sinf biz bilan futbol o'ynayotganida 20 taligimizni aytdi va biz bilan futbol o'ynamaganlar chiqib ketadi. U oramizda bizning sinfimizga tegishli bo'lmagan kimdir. 이 중에 있어. Agar uni arvoh desangiz, menimcha ham u arvoh. 근데 누군가? 그게 귀신이 Bu juda ham kulgili. Arvohlar 귀신인 거 2021-yilda-ya. Bu nima edi? Bu qanaqa ovoz edi? Nima edi bu? Birinchi qism tugadi. Tarjima uchun Redski Uzube Sub jamoasiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bizdan uzoqlashmang.